Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ko'rishlar mumkin. Bizda mana shunday mini gravyorlarimiz kelgan. Xo'p, eng arzon narxlarda qilib beramiz. Ko'rishlar mumkin. Bizda akalar hozircha ikkita model, bundan tashqari 4 xil 5 xil modellarimiz bor. Akalar, xo'p, eng kichkinasi kelib turadigan bo'lsa, bu gravyorlarimiz nima ish qiladi o'zi aslida? Xo'p, akalar, bular yog'ochni o'yish, misol kesish, silliqlash, har xil turdagi ish vazifalarni bajaradi akalar. Xo'p, akalar, eng kichkinasi tanishtirib o'tadigan bo'lsam, akalar, mana shunday motorchasi bo'ladi. Mana ko'rishlar mumkin. Akalar, 130 vatli bo'ladi. Kilovati akalar, motor kilovati 3000 oborotgacha bo'ladi. 3.2 mm gacha bo'ladi akalar. Xo'p, akalar, bundan tashqari mana shunday asbob uskunalari bor. Najda qog'ozi, har xil turdagi mana shunday mana ko'rishlar mumkin. Silliqlash, misol zanglarni silliqlash, boshqa narsa har xil ishlarni bajaradi. Bundan tashqari sal ko'proq kerak bo'lgan bo'lsa, mana shunday asbob uskunamiz bor. Akalar, mana bu ko'rib turgan narsalarning har xil turdagi razmerda bor. Va mana shu motor bilan bir xil motor bo'ladi, lekin nisbatan sal kattaroq, ixchamroq bo'ladi akalar. Lekin akalar, motor kilovati 130 vatli bo'ladi, 3.2 mm gacha bo'ladi. Xo'p, akalarim, bularning narxlariga kelib turadigan bo'lsak, bunimiz 420 ming so'm, bunimiz esa 500 ming so'm chiqadi. Bularni optim arzon narxda olish uchun akalar bizga obuna bo'lib qo'yasizlar va do'konimizga tashrif buyursalaring, sizlarga skidka qilib beramiz akalar. Xo'p, bizning do'konimiz, xo'p, kelib turganlaringda asosiy qatordan kelasizlar. Albatta, bu yerda 17-do'kon akalar. Bundan tashqari bu yog'i ham asosiy qator, 17-do'kon. Xo'p, akalarim, bu yog'i akalar PMK stenka bo'ladi. PMK stenkadan shunday chiqishlaring bilan mana bu yerda 17-do'kon.